Assalomu alaykum. Bugun geodeziya va kartografiya kurslarimizni davom ettiramiz. Demak, endigi navbatda dasturdan foydalanishni boshlashimiz lozim. Bu dastur ArcGIS deb nomlanadi. Dasturning bir nechta ilovalari bor. Bugun xususan ArcMap ilovasidan foydalanish orqali xaritalarni loyihalash masalasiga urg'u beramiz. ArcGIS oynasi ochilganidan so'ng bizda ushbu oyna hosil bo'ladi. Mazkur oynada bir qancha qo'shimcha funksiyalar mavjud. Dast avval biz ushbu ilovaning strukturasi, ya'ni tuzilmasi bilan tanishib chiqishimiz lozim. Birinchi navbatda ekranning chap qismidagi Table of Contents nomlanuvchi oynaga ahamiyat berishimiz lozim. Bu yerda xaritalarning tarkibidagi qatlamlar ro'yxati shakllanadi. Bu ro'yxatlarni biz yaqin vaqtlar ichida shakllantirish masalasini o'rganib chiqamiz. Va ekranning o'ng tomonida katalog oynasi turibdi. Bu oyna orqali biz o'zimiz yaratgan qatlamlarimiz yoki bizga beriluvchi variant xaritalarni ko'rishimiz va dasturga yuklash imkoniyatidan foydalanishimiz mumkin. Katalog oynasi mavjud bo'lmagan hollarda mana shu kabi holatlar kuzatilishi mumkin yoki Table of Contents oynachasi yopiq holatda bo'lishi mumkin. Mana bu holatda bo'lsa agar dastur biz yuqoridagi Table of Contents tugmasini bosish orqali bu oynani qaytaramiz. Katalog tugmasini bosish orqali katalog oynasini qaytaramiz. Demak, vazifalarni bajarishga o'tadigan bo'lsak, bizga dast avval Arc-Catalog, ya'ni katalog oynasi kerak bo'ladi. Bu oyna orqali biz Folder Connections, rus tilida dasturdan foydalanuvchilar uchun подключение к папкам nomli papkalar majmuasidan foydalanish kerak bo'ladi. Demak, bu yerda Folder Connectionsda sichqonchaning o'ng tugmasi bosilib, Connect to Folder tugmasi bosiladi va bu yerdan biz shaxsiy variantlarimizni yuklab olgan papkamizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Va mana ko'rishimiz mumkin, bu yerda D-disk, geodeziya va kartografiya deb nomlangan papka ro'yxatga qo'shildi. Bu papka avvaldan mavjud edi. Bu yerda biz qayta ishlashimiz talab etiladigan xarita tasviri mavjud. Bu tasvir sizlarga variant sifatida beriladi. Buni link orqali yuklab olishingiz mumkin. Hozir bunga batafsil to'xtalmaymiz. Va aynan shu papkani siz yaratib olasiz va bu rasmni tashlagan holda birinchi bajaradigan bosqichimiz bu geoma'lumotlar bazasini yaratish bo'ladi va u quyidagicha bajariladi. Sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz. Turli xil muammolar yoki bosilayotgan tugmalarni aniqlashtirish maqsadida siz ekranning past chap qismidagi oynaga ahamiyat berishingiz mumkin. Bu yerda bosilgan sichqoncha yoki tugmalarimizning ko'rinishi sizga ifodalab beriladi. Bu yerda mana sichqonchaning o'ng tugmasini bosdik. Yangi fayl geoma'lumotlar bazasini tanlashimiz kerak. Mana baza yaratildi. Bu yerda F2 tugmasini bosish orqali unga qayta nom beramiz. Masalan, geodeziya. Baza yaratildi. Bazaning ichida biz yana bir marta yangi Future Class, ya'ni qatlam yaratish tugmasini bosishimiz lozim. Tugmani bosganimizda bu yerda nomni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Yangi Future Class va mana bu yerga yozamiz. Demak, birinchi o'rinda bizga nuqta
shaklidagi qatlam kerak bo'ladi. Shuning uchun biz nuqta deb yozamiz va type turkumiga biz point features ni tanlashimiz kerak, ya'ni nuqtali qatlam. Dal shu koordinata tizimlari ro'yxatidan biz menda tayyor bo'lgani uchun sizlarga sodda formatini tushuntirib o'taman. Bu yerga 28 472 sonini yozib, qidiruv tugmasini bosamiz va Toshkent viloyati va unga qo'shni viloyatlarni qamrab oluvchi koordinata tizimini tanlashimiz mumkin. Dal shu. Qolgan sozlamalariga tegmagan holda dal shu tugmasini bosamiz va bu yerda biz faqatgina tartib, pastki chiziq, raqami, formatini double'da hamda otmetkalar deb yozamiz va uning to'g'risida ham double formatini tanlagan holda finish tugmasini bosamiz. So'ng aynan shu vazifani qayta takrorlash uchun biz yana bazaning ustida new sichqonchaning o'ng tugmasini bosib new future classni tanlaymiz va bu safar maydon deb yozamiz. Type qismida biz polygon featuresni tanlaymiz. Dali koordinata tizimlari 28 472 qidiruv topildi tanlaymiz. Keyingisi va bu yerda maydonni kiritamiz. Formatini double'da va finish tugmasini bosamiz. Xuddi shu tartibda yana bir marta qatlam yaratishga qaytamiz va name qismiga chiziq kiritamiz. Type dan line features tanlanadi. Bu ingliz tilida chiziqli qatlamni bildiradi. Keyingisi koordinata tizimi 28 472. Bu yodingizda qolish uchun tez-tez takrorlashingiz lozim. Mana buni tanlaymiz. Dal shu va bu yerda ortiqcha atribut hozir kerak emas va finish tugmasini bosamiz. Mana biz hozir eng sodda ko'rinishdagi ma'lumotlar bazasini yaratdik. Bu bizning birinchi darsimiz edi. Bu dars to'g'ri amalga oshirilganini tekshirishni o'zingiz ham amalga oshirishingiz mumkin. Katalog qismida ahamiyat bering. Chiziq nomli qatlamda chiziqcha belgisi, maydonda maydonli belgi va nuqtada 3 ta nuqtadan iborat belgi ko'rinadi. Hamda Table of Contents da biz yaratgan qatlamlar shakllangan bo'ladi. Nuqta, chiziq, maydon. Va biz birinchi darsni yakunlash chog'ida saqlash masalasiga alohida urg'u beramiz. Buning uchun dast avval save tugmasi bosiladi. Mana disket rasmi bilan bosamiz va buni saqlash manzilini ko'rsatib o'tamiz. Misol uchun bizning shaxsiy papkamiz, D disk va G va K nomli papka. Ichi ochiladi va bu yerda yozamiz. Topografiya. Saqlash. Saqlaganimizni bilish uchun yuqoridagi yozuvga ahamiyat beramiz. Topografiya nomli ArcMap oynasi shakllandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Darslarimizda davom etishingiz mumkin.